Bugun ertalabdan bir xabar meni shokka tushirdi. Meni tongim kutilmaganda noodatiy xabar bilan boshlandi. Qo'rquv, hayajon, ishonchsizlik, nutqdagi kamchiliklar, insonlarning oldida fikrini yetkazib bera olmaslik holatlari bilan ishlaganim uchun bunaqa xabarlarga ko'nikib ketgan edim, lekin bunaqasi kelishini kutmagandim. Menda hayajon bor, qo'rquvlar ham bor. Uyalganim tufayli hech qachon haqqimni oxirgacha talashib ham qo'ya olmayman. Lutchi gapirmaganim yaxshi deb ichimga yutaman hammasini. Bu holatdan charchab ketdim. Menga yordam bera olasizmi, opa? Deb yozibdilar. Bu xabarda meni shokka tushirgan asosiy narsa, bu xabarni menga 24 yoshli o'g'il bola yozgan. Bu bolani xabarini o'qib shuni his qildimki, haq bo'la turib, lekin o'zini haqqini talab qila olmaydigan insonlar bizni oramizda juda ham ko'p va tobora kamayishni o'rniga ko'payib bormoqda. 21-asr. Hamma yerda erkin ovozlar zamoni. U bola uchun sizni fikringiz qanday?